Chaqaloqlardagi bo'sh bola, ya'ni tibbiyot tilida gipotonusning belgilari. Birinchisi qurbaqa yotish. Ikkinchisi bolani ko'targanimizda bola xuddi osilib turgandek tuyuladi. Uchinchisi bolani qo'ltig'idan ko'targanimizda bolaning boshi yelkalar orasiga cho'kib qoladi. To'rtinchisi bola yotgan holatda qo'llardan ushlab ko'targanimizda boshini ko'tara olmaydi, ya'ni boshi osilgan holatda bo'ladi. Beshinchisi bolani oyoqqa qo'yganimizda oyoqlarini qo'ymaydi yoki ba'zi bolalar oyoqlarini qo'ygan holatda ham to'nqayib olib turadi. Oltinchisi, demak bolani boshini ko'tarishi, yonboshlashi, o'tirishi, emaklashi hamda yurishlari tengdoshlariga nisbatan kechgan. Ko'pchilik onalar "Meni ham bolam bo'sh bola sindromi edi-ku, mana yurib ketdi-ku, kechroq bo'lsa ham" deyshadi, lekin asoratlari bilan keyin yillab davolanib yurishadi. Agarda siz ham shu fikrda bo'lsangiz, keyingi videolarimda bo'sh bola sindromining asoratlari haqida ma'lumot berib o'taman.